Qo'rqitib yubording. Mening do'stim Diyonzod ustasi og'zingni yorib qo'yishi mumkin. Bu so'tak biram yoqimtoy. Jag'ingni yopib, oldimga olib kel. O'zim isqirt og'zingni bir joyga tiqib qo'yaman. U nima dedi? Jinsun, nima qilyapsan? Uzoqqa olib ketding. Hozir Mijun, chiqyapman. Og'zingga qarab yur. Yana bir marta eshitsam ko'tingni yirtaman. Nima, kel tugatib qo'yamiz. Ishtoningga qilib qo'yding-a. Sabrli bo'l, men ideal yigit bo'laman. Nega buncha uzoqqa olib ketding? Ikkinchi narsaga bordingmi? Men tufayli u haqida shunday gaplar aytdi. Mijin, men sen faxrlana oladigan do'st bo'laman. U qo'llarini yuvganmi? Jinsun, men hozir kelaman. Xo'p. Hey, ana bu bola, bu o'sha. Liu Jinsu, yana shu tentak xonasini ko'rdik. U hamma joyda. Agar u bilan o'rlashib qolsak, oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Shu yerda ham gangster. Hech narsa o'zgarmaganga o'xshaydi. Ha, lekin Yubin, sen qattiq o'zgarding. Salom janob. Voy, bu senmi? Xo'p, siz ham bu yerda qizingiz bilan kino ko'rishga keldingizmi? Kim bu? Yuqori maktabdan, kichik kurs. Qayerga qarayapsiz? Ana u yigit sizga nimadir qildimi? Uni taniysanmi? Uni bugun uchratdim. U g'irtlatdan o'zi. Agar bu to'nkasiga sakragan bo'lsa, unda Hey, to'xta! Yobert, so'tak bilet, odamlarning ustidan kulish yoqadimi? U nima qilyapti o'zi? Akaxonlarimdan uzr so'ra. Akaxonlar? Ana u yigit nima qilyapti? Sendan kattami? Shunday vaysab tura olasanmi? Janob, nima bo'ldi? Kattasini qilmoqchimisiz? Hey, bizdan xavotir olma, hammasi yaxshi. Nima bu, Liu Jinsunmi? Bokschi, jinoyatchini urib qo'lga olgan bo'lami? Yo'q, u shunchaki oddiy ho'kiz bo'lsa. Ana bu uchun uzr. O'ylab ko'rsam, shunchaki meni tinch qo'y. Uning ko'zlari qo'rqityapti. Menimcha u 185 santimetrdan baland. Keyin yelkalar. Nega avvalroq buni sezmadim? Menimcha men biroz qo'pollik qildim. Tezroq jongni olib, bu yerdan quyon qilish kerak. Mijin, shu yerda ko'rishgan ekanmiz. Raqamingizni olsam maylimi? Jongi. Raqaming o'zgarganligini bilaman. Menga bera qol. Mening raqamim. Mayli. Qo'llab-quvvatlovchi yigitman. Sabrli yigit. Qara, sening qizingga shunday qilaman. Shunday. Ho. Uchib ketdi. U portlab ketdi. Men uni o'rniga uzr so'rayman. Voy, u juda bezbet. Mijin, kechir. Ishkal. Menimcha jangdan boshqa narsaga yaxshi bo'la olmayman. Meni qo'llarim allaqachon tuzalgan edi. Buni yashirganligim uchun kechir. Jinsun. O'sha yigitni ushlang, politsiyani chaqiring. Mijin, u gangstermi? Voydod, u odam urdi. O'sha yigitni uchirdimi? Vau.
Jongi, menga nima qilganingni oynadan ko'rdim. Politsiyani chaqiraylikmi? Bolani urgan ham Jinsun emas edi, to'g'rimi? Jinsun bunday yigitlardan emas. Endi rostdan ham. Vau, Jinsun, gipsni eshitdingmi? Qancha payt taqib yurding? To'g'ri. Yana urishish, yolg'on bilan tutilish, so'ngra shunchaki ketib qolish. Men yomon yigitman. Sen ayyorlik bo'yicha jahon chempionisan. Mejin, bu nima? O'sha kuni sen o'sha film posterdan ko'zingni uzmading. Bugun urushma. Bu juda ham ajoyib. Ayol qahramon Rokida shunday g'amxo'rlik qildi, sabrli va e'tiborli, vafodorli. O'zi shunday qizlar hayotda bormi? Balkim qayerdadir bordir. Keyingi qism yarim stavkali xavfli ish. Ular suratga olishyapti shekilli. Zo'r-ku, ana uzun oyoqlarga qara. Vau, Hyunsuk, ancha yaxshi rivojlanibsan. Sen tufayli sotuvlar oshyapti. Dam olish kunlari kiyim do'konida modellik qilyapman. Kiyimlaringni almashtir, biroz dam ol. Men mashinaga borib kelaman. Yaxshi. Vau, uni zo'rligini. U mashhurlardanmi? Uni hech ham ko'rmaganman. Kelishgan. Bor, gaplashib ko'r. Pul. Qanday qilib ko'proq pul topsam ekan? Fikr, u xayolim pulga bog'lanib qoldi. Onamga bunday tashvishlarni ravo ko'ra olmayman. Shu tana bilan maktabga borgandan ko'ra pul topish anchakin yaxshiroq bo'ladi. Agentlikdan kelgan kishi menga ish taklif qilganda, men onlayn tarzda efir ham olib bordim. Yana soatiga $100 uchun modellikka taklif qilishdi. Albatta soatiga $100 dan. Eski tanamda bu dunyoni tushuna olmagan edim. Agar sen kelishgan bo'lsang, tanloving cheksiz ekan. Men kiyim do'koni uchun ishlashni xohlayman. Balkim deyomda jonli efir qilsammikan? Hey, Dengsun, nima bo'ldi? Men bilan bunday qila olmaysan. Hey, jim bo'lsang-chi. Ularning bari kelishgan, yana juda baland. Ana u yigitlarga qarang, ular modelmi? Hammasini brend nomlari bor ekan. Bu yigitlar juda zo'r. Vau, hammasi qimmat mashinalarga ega. Ular boymi? Kelishgan va baland, yana badavlat. Nima bu? Menda gaping bormi? Ular nima ish qilishar ekan? Donku. Ishlar men uchun qiylashib ketdi. Biz birga ishlagan bo'lsak, qanday qilib jamoadan shunchaki chiqyapsan? Yana yo'l aytishicha, sizlar ajralibsiz. Donku, bunday qilib keta olmaysan. Biz gankamiz eng pastdan boshlaganmiz va uchalamiz bir-birimizga ko'tarilishimizga ta'sir qilganmiz. Biz bir bo'lishimiz kerak. Donku, qayt. Sendan o'tinaman. Qo'ysangchi, meni majburlash uchun hech kimsan. Va nega u singan yurakchasida shunchaki faxrlangani hammasi joyda. Shallaqlik qilib yuribdi. Qachon o'tmish bilan yashashni to'xtatasiz? Sizga qancha ishlab berganim haqida o'ylasangiz bo'lar edi. Men bu yerga kelmasligim kerak edi. Yigitlar, ketdik. Buni bizning xonimdan sir tutamiz. Ular ham barini eshitishdi. Qanday qilib orqamdan shunday yutishga harakat qilding? Ko'rishguncha hech nimani eshitmadim deb hisoblayman. Ey, sen meni kutishga umid ham qilma. Sendan baxtli bo'lganim yo'q.
O'zingni xursand qiladigan boshqasini top. Dong, shoshma. Men ketdim. Aha, ular bu yigitni tashlab shunchaki ushlab ketishdi. Undan katta yigit esa uni ushlab qola olmadi. O'sha yigit muhim odam bo'lsa kerak, balkim. Voy, ko'zimga tushib qoldi. Meni sezib qoldimi? Kechirasiz. Nega bizdan ko'z uzmadingiz? Nima, unday emas. Men hech qanday yomon ish qilganim yo'q. Siz yigitlar juda zo'r ekansiz. Men qarab o'tirganim uchun nimadir qilmoqchi, palakiyat. Menda ham bunday niyat yo'q. Uzr, sizga qiziqqanim uchun oldingizga kelgandim. Aytgancha. Siz katta pul ishlashga qiziqasizmi? Pul? Ammo bu qanday ish? Bu qiyin yoki g'alati emas. Xizmat ko'rsatish haqidagi nima desam ekan, sohasidagi ish. Shubhali emas albatta. Xuddi boya kelgan yigitlarga o'xshab, men ham zo'r bo'lib, qimmat mashina haydaymanmi? Qancha ish haqi, qancha miqdorda to'lanadi? $2000 yoki $3000 ko'proqmi? Bu qanday ishlardan bog'langan? Boyagi yigitlar $10,000 ishlashgan. $10,000! Agar qiziq bo'lsa, men bilan bog'laning. Birga qahva ustida gaplashib olamiz. Sizga javob kutaman. Bu noqonuniy emas, qiyin emas. Xizmat ko'rsatish ko'p to'lanadi ekan, muhimi. Bu tanamda kam maosh topaman, lekin boshqa tanamda esa 10,000 ishlab olaman. Balki bunga qo'ng'iroq qilarman. Hoy, men bu yerdaman. Bu yerda. Quyonsoq. Qoyil. Birinchi taassurot juda yaxshi. Hozir uni yana ko'ryapman. Salom. U ancha xotirjam ko'rinadi. Menga kostyum kiyishni aytgandingiz. Ha, zo'r, yarashibdi. Bu hammasi joyim olib berganda. Lekin kim yarim tunda mahallada ko'rishga chiqarkan? Bu joy tungi 3 da ochiladi. Gang deganda 24 soat ochiq joy juda ko'p. Ha, to'g'ri. Men do'kondan bir kun ruxsat olishimga to'g'ri keldi. Soat 3 da uchrashuv bo'lganligi uchun men 6 da uxlab, shu tanada uyg'ondim. Nima? Sen yuqori maktabda o'qiysanmi? Ha, bu muammomi? Yo'q, hech ham. To'g'ri, sen 25 yoshdasan. Ishlayotgan payting shunday deb ayt. Men uni 20 yosh deb atrofida deb o'ylagan edim. Bundan baliqni qo'yib yubora olmayman. Nima? Ishonchingiz komilmi? Hamma joyda senday muammo bo'lmaydi. Men baloga qolaman. Bu qanday ish o'zi? Men 25 yoshman. Qanday ish? Shu ko'rinishing kuchidan foydalanishing kerak bo'ladi. Shu kunlarda tashqi qiyofa ham boshqacha iste'dod. Avval kel, bu yerda o'tirib so'ng tushuntirib beraman. Mijozlar soat 3:30 da kelishni boshlaydi va ochiladigan vaqt. Nima? Mana nima uchun meni 3 da ko'rishga chaqirdi ekan. Ammo bugun shunchaki suhbat bo'ladi deb o'ylagan edim. Ovqatlandingmi? Yo'q, men diyetadaman. Vau, tirnoqlaringni o'zgartiribsanmi? Vau, ko'zlaring buncha chiroyli. Men Quyonsoq, men esa June. Yangi bola, 25 yosh. Sen mendan 1 yosh kattasan. Qalay? Ha, yaxshi ko'rinadi. Qani bu yerda o'tir, yaxshi yigit ekan. Nima? Bu joy. Kerochi, bu eng zo'r uchlikdagi xos klublardan biri. Bu yerdan ketish kerak.
To'g'risini aytsam shu joyda tugadi, chunki o'sha ovoz berib bo'ldim, g'alati ovoz berdim. Uzr, lekin xatolar bo'lsa ham, xatolar bo'lmasa ham uzr. To'g'ri, endi to'g'rilamayman xatolarni, mayli. 4-qism tugadi.